Bugun sizlar bilan Xitoyning Guanzhou shahridagi eng qo'rqinchli attraksionlar parkiga sayohat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, eng qo'rqinchlisi oxirida. Bu parkka kirish narxi bir kishi uchun 250 yuan. Bizani pulda 450 ming so'm bo'ladi. Bitta parkka kirib olganingizda, xohlagan attraksioningizda xohlagancha uchasiz. Birinchi bo'lib 80 metr balandlikdan tashlab yuboradigan attraksionga chiqdik. Oldin sekin tepalikka olib chiqadi-da, birdaniga tashlab yuboradi. Juda ham adrenalinga boy attraksion ekan. Tavsiya qilaman. Lekin hammasidan ham eng zo'ri mana shu Sky Rocket attraksioni bo'ldi. Bu attraksionga telefon olib chiqish mumkin emas, bekitib amalladik. Ko'rib turganingizdek, juda ham ko'p aylantirib tashirkan. O'shaning uchun ovqat yeb chiqishinglarni umuman tavsiya qilmayman, chunki yegan ovqatingiz shunda tomog'ingizga qaytib chiqadi. Voy Xudoyim. Nima bu? So'z bilan ta'riflab olmaydi. Adrenalin. Menga hammasidan ham ko'p mana shu lotka yoqdi. Ko'rinishidan oddiy tuyulgani bilan juda ham qo'rqinchli ekan. Xullas, park bizga juda ham yoqdi. Kim bilan qaysi attraksionda uchishga kelgan bo'lardinglar? Izohlarda yozib qoldiring.